Fuzayl ibn Iyos o'lim to'shagida yotgan shogirdini ko'rgani kelib, unga shahodat kalimasini talqin eta boshladi. Biroq uning tili hech aylanmas edi. Kalimani yana takrorlagan edi, "Aytmayman, men undan begonaman" dedi. Fuzayl yig'lagan ko'yi u yerdan chiqib ketdi. Keyin oradan bir qancha vaqt o'tgach, tushida shogirdining do'zaxga sudrab olib ketilayotganini ko'rdi. "Ey bechora, nima sababli ma'rifatdan judo bo'lding?" deb so'ragan edi. U, "Ey ustoz, mening bir kasalim bor edi. Tabiblarga borgan edim, menga har yili bir qadah xamir, ya'ni aroq ichib turasan, bo'lmasa kasaling tuzalmaydi deyishdi. Har yili davolanish uchun undan ichib turar edim" deya javob berdi. Davolanish uchun xamir ichgan kishining ahvoli shu bo'lsa, ko'ngil xushi uchun ichadiganlarning ahvoli qanday bo'lar ekan? Allohdan barchamizni afv etishini va barcha balolardan omon saqlashini so'rab qolamiz. Pir kishidan tavba qilishiga nima sabab bo'lganini so'rashganda shunday degan ekan: "Men qabrlarga o'g'irlikka tushar edim. U yerda ayrim o'liklar qiblaga ters bo'lib qolganligini ko'rdim. Yaqinlardan ularning nima qilganlari haqida so'raganimda, ular dunyoda xamir ichgan va tavba qilmay vafot etgan edilar" deya javob berishdi. Bir solih kishi aytgan ekan, "Kichkina farzandim vafot etdi. Uni dafn qilganimizdan so'ng oradan bir qancha vaqt o'tgach tushimda ko'rdim. Sochi oppoq oqarib ketgan edi. Ey o'g'lim, seni dafn etganimda yoshgina bola eding-ku, nega soching oqarib ketdi?" deb so'radim. U, "Ey otajon, yonimga tirikligida xamir ichgan kishi dafn qilindi. Uning kelganidan jahannam shunday oq urdiki, ushbu oqdan so'ng biron bola qolmay sochi oqarib ketdi" deya javob berdi. Allohdan barchamizni afv etishini va oxiratda azobga duchor qiladigan ishlardan omon saqlashini so'raymiz. Har bir banda yomon holatda ekanligida ajali yetib do'zaxga uloqtirilmasdan oldin Alloh taologa tavba qilishi lozim.